Asosan HRni kompaniya o'sayotgan paytda oladi, ya'ni kompaniya kengayayotgan vaqtda. Bunda уже biz boshida masalan 4-5 ta odam bilan kompaniyani boshqarishgan bo'lsa, keyinchalik kompaniya kengayishi uchun HR olishadi, ya'ni reglamentlar qilinadi, ya'ni kim nima vazifalar bajariladi, hammani javobgarliklari bo'linadi. Hamma departamentga o'zini javobgar insonlari qo'yiladi, ularni qayerdan topiladi, ularga qanaqa vazifa beramiz, ularni qanday kontrol qilamiz, qanday oyliklar beramiz va biz qo'yilgan yillik maqsadlarga qanaqa erishishni birgalikda komanda bilan ko'rib chiqamiz. Va har bitta departament o'ziga kerakli resurslar bilan birgalikda va обязательно ularning komandasiga kerak bo'ladigan xodimlarni ham aytadi va bu xodimlarni qancha vaqt ichida qanaqa oylik turishi, qanaqa motivatsiya qilish mumkin, qancha vaqt ichida bularni yig'ish mumkin bu komandani. Mana shu hammasi strategik jihatdan HRning asosiy vazifasi hisoblanadi. Shuning uchun ham har doim yillik maqsadlarni qo'yayotganda HR juda ham muhim.